Shahrixonda shunaqa pardachi borligini bilarmidinglar? 20 yillik tajribaga ega Bekzod dizayn pardalari nomimizdagi navbatdagi obyektimizni pardalarni ilib topshirganmiz. Garida obzorlarni ko'rib chiqamiz. Bu darvozaxonamiz bo'ladi. Darvozaxonamizga ham shunaqangi plankalar bilan ishlab berganmiz. Ko'rishinglar mumkin. Shunaqangi relis kamizlarga qilib berganmiz. Ochilib yopilishga qulay bo'lsin deb. O'zini och rangidan plankalar ishlab berganmiz. O'rta qismiga shunaqangi plankalar bilan ishlab berganmiz. Ko'rishinglar mumkin. Bo'g'onchilarimizni ham ko'rishinglar mumkin. Shunaqa novinka bo'g'onchilarimiz bilan plankalarimizga moslab ishlab berganmiz. Juda ham ideal holatda chiqqan. Matolarimizni ham ko'rishinglar mumkin. Shunaqangi novinka matolarimiz akkuratniy chiqqan. Endi esa navbatdagi xonamizni sizlar bilan birgalikda obzorni ko'rib chiqamiz. Qani ketdik. Bizda kirish koridori bo'ladi. Koridorimizni uzunligi 14 metr, ko'rishinglar mumkin. Shunaqangi okean tullarimizdan ishlab berganmiz. Etek qismlariga ham shunaqa o'zidan plankalar qilib berganmiz. Koridor qismimizda 4 ta okошкamiz bor. Har bitta okошкamizni o'rtalarini ochib berganmiz. Ochilib yopilishlariga juda ham qulay. Amerika korsajlarida ishlab bergandi. Bo'ylari ham juda ham ideal holatda chiqqan. Har bitta razmerimizni idealni qilib ishlab berganmiz. Kirish eshigimizni ham shunaqa ikki tomonga bo'g'onlarimizni yig'ib berganmiz. Juda ham ideal holatda chiqdi. Ko'rishinglar mumkin. Bu kelinchagimizni garderobxonasi bo'ladi. Garderobxonamizga shunaqa Turkiyani jakat matolaridan ikki xil rangda kombinatsiya qilib berganmiz. Bahramalarimizni ham matolarimizga moslab shunaqa kombinatsiya tanlab berganmiz. Verjatil bo'g'onlarimizni ham shunaqa komplekt variantdan tanlaganmiz. Tullarimizni ko'rishinglar mumkin. Korona gullarini shu aboyimizga moslab tanlab berganmiz. Uyimizni dizayniga moslab, mebellarimizga, devorlarimizga moslab novinka narsalarimizdan foydalanganmiz. Navbatdagi xonamizni sizlar bilan birgalikda obzorni ko'rib chiqamiz. Qani ketdik.